Tut. Hey aka, nima qilyapsiz? Tavuğunu o'g'irlayapman. Ye, aka, unday qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim aka, bunaqa qilmayman, o'zi rasrochkaga olganman telefonimni. Ma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Mashinangni o'g'irlayapman. Ya qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim boshimda lizingga olganman. Qiynamang. O'chir. Aka. Aka. Chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bu zo'rda, bu Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu menga, davay sen uyingga so'ra. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rasrochkaga oldingmi? Nasiya savdoga oldingmi sen ham? Nimaga olding? Dadam nomlariga qarz yo'lladim. Ya Tariqol uyingga! Tariqol! Ya tova qilib, o'g'irlik ham qilmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ha. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastirchim tikaman.